Assalomu alaykum. Sizlar bilan tezkor xabarlar. Tojikiston Putinni hibsga olmaganlikda ayblanmoqda. Xalqaro jinoyat sudi Tojikiston hukumatini Rim statuti doirasidagi majburiyatlarini buzganlikda ayblanmoqda. Gap 2025-yilning oktyabr oyida Vladimir Putinning Dushanbega tashrifi chog'ida uni hibsga olish orderi ijro etilmagani haqida bormoqda. Hozirda Xalqaro jinoyat sudi Tojikiston tomonidan xalqaro huquq normalarini qay darajada e'tiborsiz qoldirganini o'rganib chiqmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday tekshiruvlar xalqaro yurisprudensiyada odatiy hol bo'lib, aksar hollarda amaliy jazo emas, balki siyosiy qoralash va xalqaro minbarlardagi tanqidlar bilan yakunlanadi. نعم نستكمل بخصوص دولة غزة. تفضل. هذه عرضت علينا فعلا ده كان سؤال نعم مهم. عرضت علينا وكان الرفض من كل حركة وبالتالي هو رئيس الحركة Hamas rasmiy vakili Mahmud Mardaviyning aytishicha, Yahyo Sinvar AQSh va Germaniya tomonidan berilgan 10 milliard dollarlik taklifni rad etgan. 8 yil avval AQSh va Germaniya Yahyo Sinvarga G'azo sektoridagi Hamas raketalarini yo'q qilish evaziga G'azo sektori prezidenti bo'lishni hamda unga 10 milliard dollar ajratishni taklif qilgan. Bundan tashqari G'azo sektoriga qo'yilgan barcha cheklovlarni olib tashlash, barcha zarur resurs va imkoniyatlarni taqdim etish ham nazarda tutilgan. Yahyo Sinvar esa bu takliflarning barchasini rad etgan. يعني بده يكون في 2017 18 مم. 2017 18 قدم مباشرة من مباشرة. الأمريكان ولا منين؟ هو من الامريكان من جهات قريبة من المانيا. انتوا كان لكم علاقات. Isroil armiyasi askarlari g'arbiy sohilda o'z uyidan chiqarib yuborilgan va hibsga olingan falastinlik oilaning uyida bayram o'tkazishdi. Bundan bir necha oy oldin Netanyahu Isroil armiyasi askarlari dunyodagi eng madaniyatli askar ekanini aytgan edi. بقول للشباب ما يروحوش لان عن ابوها الكون ولا تيجي منهم ظل يقتجوا Onamni o'ldirishdi. Undan oldin akamni ham o'ldirishgandi. Hammaga murojaat qilaman. Qon ichida qolgan Amerika yordam tarqatish nuqtalariga bormanglar. Bu sumkada faqat 2 dona bo'sh un qopi bor xolos. Boshqa hech narsa yo'q. Shunga qaramay, ozgina oziq-ovqat olishga harakat qilayotganimizda onamni ham otib o'ldirishdi, deydi falastinlik bir yigit. مش مع الساكن احنا مدنيين مش على الساكن. So it has been 5 months since the ceasefire and the start of what is called Phase 2, meant to bring further Israeli military withdrawal from the Gaza Strip, beginning of reconstruction. But here in Gaza, G'azo sektorida sulhning ikkinchi bosqichi boshlanganiga 2 oy bo'lganiga qaramay, hududdagi 2 millionga yaqin ko'chirilgan aholining sharoiti deyarli o'zgarmagan. Qog'ozda qolgan kelishuvlar hech narsani o'zgartirmadi. Minglab ko'chirilgan oilalar hanuz chodirlarda yashamoqda. Ushbu bosqichda G'azoni qayta tiklash ishlari boshlash nazarda tutilgan edi. Biroq gumanitar yordamlar hanuz cheklangan. Chegaralar yopiq va aksariyat oilalar hamon chodirlarda yashamoqda. and for many, daily life is still about survival, not recovery. Phase 1 was meant to stabilize the situations. Phase 2 was supposed to move things forward, but neither has it